Assalomu alaykum. Xo'p, o'tgan darsimizda biz tog' harfida to'xtagan edik. Bugun ayn harfidan davom ettiramiz. Shu bilan ayndan keyin bizda fa, kaf, hop lam, mim va halqum tubidagi ha harfi qolyapti. 7 tacha qolayotgan ekan. 6 ta yoki 7 ta desmasam. 6 ta 7 ta darsimiz qolyapti. Shu bilan murakkabatlar hammasi tugaydi va bu yog'iga faqat so'zlar yozishga ishlaymiz. Hop, qizil ruchkada yozmoqchi edim. Hop, ko'rmayaptim. Ayn harf. Ayn harfini o'zi ayn harfini boshida kelishi, so'zni o'rtasida kelishi, qizil ruchkam yozmay qolyapti. Va so'zni oxirida yozilishi. Hop, alifdan boshlab ulashni boshlaymiz. Unaqacha qiyin bo'lmayapti mashqlar xudo xolasa. Chunki bitta ko'rinishini o'rganib olsangiz bo'ldi. Bu yog'i eplab ketadi. Ya'ni siz bitta harfni yaxshilab o'xshatib olsangiz, bitta formulaga tushirib olsangiz, u yoq oson ketadi. Ko'pchilik xato qilyapti. Mana shu dal bilan roni bitta tushuntirib ketaman. Dal yozganingizdan keyin pastda mana bunaqa dumaloq joy qolsin. Ya'ni satrdan bitta tochka tepada turadi. Unaqacha uzunchoq qilib yormaylik. Ikkita tochka chiqib tursa bo'ldi, bas. Ro harfida ham xuddi shunaqa. Juda katta qo'pol xato bo'lib ketadi. Endi hozir men ayn bilan hani yozib berdim. Juda ham bir xil qilib yormaylik o'rtasini. Men uni keyin ko'rsatib beraman. Orasida joy qolsa mana bunaqa bitta tochkaga joy qolishi kerak. Bir-biriga juda ham qapishtirib yozib qo'yapti ba'zi birlar. O'shalarni to'g'rilab ketinglar mana shu videoni ko'rayotgan paytinglar. Yaxshi, hammanglar juda ham yaxshi yozasizlar, xudo xolasa. O'zi bu murakkabat ham bunaqacha, o'zi murakkabatdan ko'ra peruruchkadan ko'ra avtoruchkada yozish harflarni ancha-muncha osonroq bo'ladi. Chunki buni o'zi aniq qoidasi yo'q. Bitta kataga tushirib olasiz. Harflarni chiroyliroq yozsangiz bo'ldi, o'xshab ketaveradi yo'q. Qof. Muhimi peruruchkada o'zi eng o'xshatish kerak bo'lgan harfingiz, ya'ni qoidangiz bu yerda peruruchkada bo'ladi. Peruruchkani siz zo'r o'xshatsangiz, bu o'zi oddiy avtoruchka sizga bo'lmay qoladi, qiyinchilik tug'dirmay qoladi. Bemalol yozib ketasiz. Misol uchun menga buni hech kim o'rgatmagan. Bunaqa chiroyli yozish. Men buni sifrga tayyorlayotgan paytim 1-2 oy rasm mashq qilganman daftarlarda yozib. Keyin o'zi har xil xat turini o'rganayotgan paytimda odam o'zi ishqiboz bo'lishi kerak. Chiroyli yozuvga ishqiboz bo'lganman o'zim. Ruchkada har xil yo'nalishlarda yozib ko'rganimdan keyin o'zi shunaqa chiroylashib ketaveradi. Misol uchun men sizlarga hozir bunday yozib beraman. Agar buni ustida izlanib, yana ham misol uchun har bitta tochkamga qarab yozsam, bundan ham chiroyli chiqishi mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, odam xohlasa mennikidan ham chiroyli yozsa bo'ladi. Misol uchun video juda ham uzun bo'lib ketmasligi uchun men qo'ldan kelgancha qoidaga amal qilib yozib berishga harakat qilaman. Sizlar menga o'xshatib yozsanglar, katta gap. Menikidan ham chiroyli yozsanglar, mashallah, undan ham zo'r. Chunki qanchalik ana kuni bitta o'quvchimiz savol berib qoldilar. Hop, shu yerda ayn harfi tugadi hammasi. Ayn harfi. Hozir bundan keyin fa harfini tashlab qo'ymaydi o'zini. Bitta o'quvchimiz zo'r savol berdilar. Xattotlikda tez yozsa ham bo'ladimi degan narsa chiqdi adashmasam. Yoki noto'g'ri eshitdimmi?
Qisqasi, xattot kishi doim yozuvni sekin yozishga odatlanadi. Bu nimaga? Agar siz yozig'ingizni yana ham chiroyliroq chiqishini xohlasangiz, juda sekin yozishingiz kerak. Endi mumkin bo'lishi mumkin, endi katta xattot bo'lib ketsangiz ham, lekin shu katta xattot bo'lganingizda ham yozig'ingizni juda ham sekin yozasiz. Chunki nimaga e'tibor berasiz? Qanchalik ko'p narsani xattotlikda ko'p narsani bilganingiz sari yozuv yozishingizda qo'rqishni boshlaysiz, qanaqadir qo'rquv paydo bo'lib qoladi. Misol uchun men boshqa mavzuga aylanib ketdi. Men o'tib ketaman. Ko'pchilik yozyapti, har xil suralar yozib ko'rishyapti. Misol uchun meni yozig'imga qarab, misol uchun har xil narsalar yozib ko'ryapsizlar, bunaqa narsalar, misol uchun boshqacha narsalar, yana har xil narsalar yozib ko'ryapsizlar. Mashalloh zo'r, hammangiz chiroyli yozyapsizlar. Alloh baraka bersin. Bizni qo'rqardik shu narsani yozishga. Ya'ni ustozni iznisiz yozishga qo'rqardik. Nimaga? Xato yozardik. Chunki bilmasdik. Misol uchun mana bu narsani o'zim yozib qo'yganman, ustozdan gap eshitganman. Mana bu narsa daftarim ustiga astag'firulloh deb yozib qo'ygan paytim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qanchalik xunuk yozganim. Misol uchun men hozir o'zimni ustimdan negativ gapirishim mumkin. Mana misol uchun alif noto'g'ri yozganman bu yerda, sin qoidaga amal qilinmagan. Bu sulus xatida yozilgan bo'lgan. Misol uchun men bitta ayn harflarim yaxshi chiqmagan bu. Bunaqa qoidaga umuman tushmagan. Fa harflar, ro harflar bilan Alloh lafzini o'zida qancha xato qilganman, harakatlarni gapirmasa ham bo'ladi. Qanchalik xato qilgan ustozim men rosa tergagan, shuni gapim shu yozig'imni ko'rib, bo'lmaydi-ku, bu qoidaga amal qilish kerak, ertaga shu harf ham haqqini berasan deb menga aytardilar. Shundan keyin yozmaydigan bo'lganman. Endi orada baribir yozib turardim bu narsa qilib. Harakat qilardim, chiroyliroq, ya'ni xatosizroq yozishga harakat qilardim. Ustozimga yoqtirishga harakat qilardim. Aytmoqchi bo'lganim, yozayotgan narsalarda, misol uchun, endi gruppaga har xil narsa tashishyapti. Misol uchun har xil suralarni yozib ko'rishyapti. Yozib ko'rish kerak, yozish kerak. Har xil jumlalarni yozib ko'rish kerak. Lekin orqasida vijdon ham bo'lish kerak deb aytib qo'ymoqchiman. Yozish kerak, yozmaslik kerak demayapman, yozish kerak. Chunki praktika qilish kerak. Ko'p yozsangiz, qanchalik ko'p yozsangiz, shunchalik yaxshi. Yozayotgan paytingizda ozgina qo'rquv ham aralashib yozilsin. Chunki o'sha yozayotgan paytingiz qo'rquv aralashdimi, siz yana ham hushyorroq bo'lasiz. Ya'ni, voy ustozim aytdi-ku, mana bu joy alifni sal kichkinaroq qilishim kerak. Mana bu joyini to'g'rilashim kerak degan narsa bo'lishi kerak. Ayyo, men anaqaman-ku, endi o'rganyapman-ku deb yozib tashlaversangiz, endi u umringiz oxirigacha men xattotman, endi o'rganyapman degan narsa ketib qoladi. Ozgina qo'rquv aralashsa, ertaga buni hali javobini beraman, sal to'g'rilab yozaychi degan narsa bo'lsa, nur ustiga alo nur, undan ham chiroyliroq yozib qolarsiz, qattan bilasiz. O'shanga gruppaga tashlaveringlar. Men xursand bo'laman, sizlar narsa tashlayotganingizdan, har xil narsalarga qiziqayotganingizdan xursand bo'laman. O'shalarni yozayotgan paytingizda ozgina qo'rquv hissi bilan yozib ko'ringlar. Eshitganingizga rahmat. Dars qilayotganingizga Alloh baraka bersin hammangizga. Assalomu alaykum.